Do'stlar, tiliga qisqacha obzor. Bu haftalik tanqidimda shunda kanalimizda haliyam uchinchi kanalda turli lekin o'tirimiz baygi harakat qilib yashashani manda oqshom chunki oqmangi ketdi mana qarshıga zonamiz 5 minut bo'ldi bu haftalik chunki intilyapti harakat qilyapti nashar chiqishga chunki mana ko'p stochilar bor o'shandiklarni chiqib ketyapti bir kunlikni как mana shu zonamiz chiroyli sezon bu kunlik time frame kunlik harakat qilyapti bu yoqqa chiqishga agar mana shu chiqsa chiroyli qilib kunlikni olib beradi ming pipsga ham olib beradi. Так, endi bizga entry zona kerak, 1 soatga o'tamiz. 1 soat time frame'da o'tibsizlar do'stlar, o'tgan hafta trending liniyani buzdi. Mana gaplar o'shanda ko'pchilik mana shu zona SNRchilar harakat qildi SEOga va SEO o'xshamasa ketdi va полный ликвидация bo'ldi SEOchilar. Endi tarix takrorlanamiz. Tarix takrorlansa xuddi shunaqa bo'lishi mumkin ssenariy. Trendingni buzdi, gaplar ochildi, yana SEO harakat qiladi. Balki ketish ehtimoli bor. Hech kim so'rtalamagan buni. Endi qaraylik. Так, bizga entry zonalar kerak. 15 minutga qilamiz entry zona. 15 minutga qachon entry zona? Shundoq. Printimiz bor. Agar mana zonani buzsa, bayga harakat qilamiz 15 minutga. Mana shu sham ko'rsat tepadan yopilgani bo'ldi. Bayga harakat qilamiz. Mana keyingi sinov zonamiz bor. Sinov zonamiz bor. Qachon bemalol xohlasa 500 pips bor. 500 pips bor. Balki Nyu-Yorkda mana shu qilib berishmadi agar mana bu trend. Mana bu trend buzmaguncha trend buzsagina biz bayga harakat qilamiz. Buzmaguncha bemalol sell. Sell zonani qilyapti. O'tgan dushanba bor. O'shanga yetmay qachon borish mumkin? Mana zonalar mana shu trend. Так, ssenariy oddiy. Trend buzsa bayga harakat qilamiz. Trend buzmasa sellga harakat qilamiz. Bayda qachon qanaqa bay va sell biz 1 minutga 5 minutga mana bunaqa ssenariy bo'lishi mumkin. Agar bayda обязательно low, low, high, mana e'tibor bo'ling. Biz qachon bayga harakat qilamiz. Agar oxirgi maksimumni buzsa, mana bu Eurodesdan bay. Shu zonadan bay. Точно так же sell. Mana shart minimum buzsagina, oxirgi minimum buzsagina tanlash biz uchun harakat baydir. Sellga harakat qilishimiz. Bu zonada qilamiz. Stopda do'stlar. Tepasiga qo'yamiz. Tepasiga qo'yib bay bitta tıkmayla 0.1'dan 1, 2, 3, 4, 5 ta chiqib, shunda 4, 5 mana bu chapda stoplar oladi. Mana yopilsa, bir minut bo'yi stop yopib olamiz. Mana yopilsa, bu yopib olamiz. Setup ishlamadi. Tak, yana nima bor? Mana zona. Mana shu chiroyli bay zona, chunki yetim ishlamamiz bor. Написано zona, mana bay ishlashimiz mumkin. Bay zona 1, bay zona 2. Harakat qiladi mavjudda reaksiya olishga. Chunki chiroyli istana sell block berish mumkin. Yo'q, bu ham bitta ssenariy. O'zingiz uchun jurnal ssenariy ko'ringlar qayerga borishni. Juda zona, ajratsa zona qilinglar. Anaqa limitga bilan ishlaydi. Bittada kirmaydi. Limitga qo'yib ketdi. Просто limitga qo'yinglar sellga. Ikkita ikkita bayli ikkita boshqa ishlam 1 minutlik ishlamaydi, iloji bo'lsa 1 minut 5 minut shunaqa tillarni tashlaydi. Zonaga limit qo'yib harakat qilib keling. Tak, yengillik bitta qaraylik, bugun yengillik bormi? Yengillik bor. 5,5 kanadskiy dollar, bu ham ta'sir qiladi. O'tamiz. Tak,
Hatırladığım şu. Euro yüzünün kurulu ve analizi oluşturuyordu. Saçta işte Euro tak lokalno Printbar Marketu Esnaf Spoplanowy Pasket Nasz kielet po prostu różny. Tak jakby muszę kuzatçı Euro yüzüyle kırılırsa kim gelene analizini Euro yüzü 1 soat 4 soat kişi analizini çıkarır. Tılada 15 minut ile analiz Euro yüzüyle de 1 soat 4 soat bulacağız analiz.